Hammaga assalomu alaykum. Bugun shahar markazidan sizlarga 600 ming dollarlik kvartirani ko'rsataman. 180 kvadrat metr. Bu yerda kirishimiz bilan ovqatlanadigan zona 8 kishilik. Bu stolimizni funksionalniy turetskiy hamma mebellari ochiladi. Ikkita jiddiy shkoflari bor. Bu yerda divanli zona qilib qo'yilgan. Mazza qilib oila davrasida o'tirish uchun zalini ko'rayotgan bo'lsangiz juda ham katta va televizorimizdan razmeriga ahamiyat bersanglar 110 tali razmerda qo'yilgan. Lustralarimizni hammasi haqiqiy xrustalni qo'yilgan. Lustrani o'ziga ma'lumot uchun общий lustrani o'ziga uydagi 24 ming dollar pul xarajat qilingan. Tak, endi sizlar bilan bir boshdan boshlaymiz. Aslida uy kiradigan eshigimizni kirganda domofon, katta shkop, juda ham katta, hamma narsa sig'ib ketadi, garderobni. Bu yerda mana holimizni kattaligini qarang, kirish qismi juda ham katta. Bu yerda anaqa make-up zonalari qilib qo'yilgan va sizlar bilan menga eng yoqadigan xonani oxirida ko'rsata qolay sizlarga. Tak, bu yerda oshxonamiz. Oshxona ham bemalol shu yerda o'zi ovqatlanib o'tirsa bo'ladi. O'rtada o'stirib, xamirli ovqatlarga, hamma narsaga juda ham qulay qilingan. Bitta mana shu xolodilnikimiz Hitachi qo'yilgan, atak hammasi bo'sh texnikalari. Bu yerda bo'sh idish tovlaydigan mashinalari ham marhamat. Mikrovolnovka, pechka, stolechning hammasi original haqiqiy toshdan qilingan. Juda ham chiroyli dizaynga ega uyimiz. Aytganimdek, har bitta xonada lustralari hammasi xrustalni qo'yilgan. Endi sizlar bilan bir boshdan sanuzulni ko'rib chiqamiz-da, spalnani oxirida ko'ramiz aytganimdek. Bu yerda birinchi sanuzulimiz kir mashinalari shu yerga joylashtirilgan. Tak, bundan keyin bitta katta spalnamiz. Kartingalar ham zo'r chiqdi. Marhamat, kattaligini ko'ringlar. Juda ham katta. Razmerlari aytganimdek, kvartira o'zi ham 180 kvadrat metr. Bu yerda bo'yanadigan zonamizni qilib qo'yilgan. Katta parda, katta oyna. Bu e'tibor markazi uchun bucha bankskiy dom, bu novostroyka emas, hozir qurilgan. Bu bankskiy dom. O'sha 2000-yillardan keyin qurilgan katta xonali zakrytый двор. Kitob o'qib o'tirish uchun svetilniklari bilan konditsioneri hammasi AUX firmasiga tegishli va krashinli mebel. Kattagina, juda ham katta. Hamma mexanizmlar qo'yilgan. Mana bunaqa tushadigan. Bunda tushadi. Mana bunda chiqadi. Yaxshi narsada ishlatilgan hamma narsa xudo xolasa. Endi keyingi xonalarga yo'l olamiz. Bu yerda detskiy spalnamiz joylashgan. Kirganimizda men shkoflarasi e'tiboringizni tortar ekan odamni ko'ringlar mana. Juda ham boshli chiqqan. Haqiqiy detskiy qilib qo'yilgan va bu yerda kattagina joyimiz bor. Dars qiladigan zona qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda встроенный yana дополнительный shkoflari va 2 qavatli kravatimiz, kravatdan unumli foydalanilgan zinalardan ham ko'ringlar. Juda ham yaxshi ideya bo'libdi. Ikkita farzandli uchun alohida qilib qo'yilgan. Endi sizlar bilan eng shirin joyga o'tamiz. Ya'ni uy egalari, ota-onalar spalnyasi. Mana kirganimizda katta shkof. Bemalol 2 kishiga yetadi. Televizor zonasi, konditsioner, parda, marhamat, hamma narsasi tayyor ko'rib turganlarda shundoq kirib yashaydigan variant. Uyimizda yangi, hech kim yashamagan. Tak, endi sizlar bilan sanuzulni ko'ramiz. Sanuzulning ichida ham vanna bor, ham dushovoy kabina bor. Hojatxonalari alohida qilib qo'yilgan, orqasiga bekitilgan va bu yerda dushi alohida qilib qo'yilgan, marhamat, kichkina bo'lsa ham bemalol 2 kilolik ham sig'adi. Xullas, bu kvartiramiz sotilyapti. Shunda Sibirda joylashgan, aytganimda, ikkinchi qavat, ikkita parkovkasi qo'shib beriladi. Narxi 600 ming startoviy. Pastda raqamda bor, telefon qilinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.